Android magnitofon o'rnatildi. Unga mana bu yerga pult o'rnatildi. Endi buni pult deymiz. Podstakanlikka qo'yib qo'yiladi. Biz provodnoy. Endi menga yetishmoqdi. Mana shunday qilib zarat qilgim kelmayapti. Men unga start stop oldim. Start stop mana kimga kerak bo'lsa sxema oddiy emas. Ko'pchilik biladi buni. Ko'rgan, xuddi mana shunaqa narsasi bor. Buni xohlagan joyga ichkaridan qotirib qo'yiladi. Montaj qilib, bu sekret. Xuddi mana shunga, mana shu bir logni yaqinlashtirmagansiz black knopkasi ochilmaydi. Biz ключевой soat bo'ladi, lekin o'zini ключi bo'lishi kerak. Dalcha o'rnatamiz tomosha qilamiz dalcha. Ular bo'lib tushuntirishga harakat qilaman. Jigari sim kerak bo'lmadi. Mana bu sariq sim bilan mana bu jigari sim tormozga ulab qo'yiladi. Ana undan keyin mana bu yerga sariq sim starter, qizil plus, oq zamok birinchi palajena, ko'ki ikkinchi palajena, qora massa. Mana bu ingichka sim ketgan knopkaga. Endi bu metkani teguramiz. Knopkani bosamiz, soat bo'ladi. Tormoz bosgan bo'lishi kerak. Endi bu ikkita sim nima kerak bo'lmadi deyishingiz mumkin. Bu universal knopka, любой mashinaga tushadi, balkim boshqa mashinalarga kerak bo'lar. Lekin men Nexia qo'ydim, kerak bo'lmadi.